haqingizda. Assalomu alaykum. Qadrli do'stlar, hozir biz jurnalistika va o'zbek filologiyasi fakulteti birinchi kurs jurnalistika yo'nalishi talabalari bilan hammamiz amaliy mashg'ulot o'tyapmiz. Ko'plar o'lkamizda bahor degan mavzuni yoritgani tashqariga chiqib ketdilar. Talabalarimiz bilan biz hozir yangi bir mavzu, ya'ni bularning orzulari haqida suhbatlashmoqchimiz. Mavjudaxon suhbat janridagi demak bu ishingizni marhamat berishingiz mumkin. Men kadr ortidan balki savollarga ba'zan qo'shilib turaman, xo'pmi? Biz jurnalistika va o'zbek filologiyasi fakulteti talabalari bugungi intervyumiz Zulfiya xonim nomidagi davlat mukofoti haqida gaplashmoqchimiz. Bu mukofot oddiy mukofot emas, barcha qizlarimizni orzulari. Mana shu mukofot haqida kursdoshimiz Muxlisaxon o'z fikrlarini bildiradilar va shu mukofotga erishishgacha bo'lgan yo'lda nimalar qilish kerak, shu mukofotga erishish uchun qanaqa yo'llarni bosib o'tish kerak, shu haqida gaplashamiz Muxlisaxon bilan. Muxlisaxon, Zulfiya nomidagi mukofot siz uchun qay darajada o'rni? Hozirgi kunda qizlar uchun, o'zbek qizlari uchun ijodkor, sportchi, boshqa yo'nalish bo'lsin, barcha qizlar uchun Zulfiya mukofoti oliy darajada bo'lmoqda. Bir qizni bilaman, Ilhom mukofoti sohibasi, magistr o'zi, kitoblari chiqqan, juda ko'p yutuqlarga erishgan bo'lishiga qaramasdan har yili Zulfiya uchun harakat qiladi, ammo bu yil ham o'sha mukofotga erisha olmadi. Opa, mana shu Zulfiya mukofoti sizga muhimmi? Sizning shuncha yutuqlaringiz bor, shuncha yutuqingiz yetmaydimi deganimda barchasi o'zi Zulfiya uchun edi degan gapni gapirdilar. O'ylab qolaman, shu Zulfiya mukofoti shu darajada muhimmikan deb ba'zida, lekin kimlar uchundir bu shu vaqtga qadar qizlarning qilgan ishlarini isboti, dalili. O'qidi, izlandi, harakat qildi, natijasi Zulfiya orqali ko'rinadi. Ana shu uchun ham qizlar Zulfiya mukofotiga harakat qiladi. O'zim ham ushbu mukofotni olish uchun harakat qilmoqdaman. Nasib olarmiz inshaalloh. Endi mukofotga intilish bor. Albatta. Ijod bor. Maqsad mukofot olishmi, maqsad ijod uchun qilingan ishlar uchun qandaydir bir ramz sifatida shu mukofotni bir cho'qqi munosib bo'lish nuqtai nazaridan bir baland tog'choq sifatida qaralishi mumkinmi? Zulfiya mukofoti men uchun aniq bir maqsad, ammo bu hayot mamot masalasi emas, yo bo'lmasa mashhurlik uchun emas. Meni ustozim Charos Yoqubova bolalar adabiyotida ijod qiladi. Men ularga juda ham havas qilaman, ammo ular Zulfiya mukofotini ola olmadilar va yosh chegarasidan o'tdilar. Endi harakat ham qila olmaydilar. Shu ustozingiz ismi, familiyasini aytsangiz bo'laveradimi? Charos Yoqubova. Ha, Charos Yoqubova. Jurnalist. Endi mening harakatim avval jiddiy emas edi, endi jiddiy harakat qilmoqchiman. Aynan ustozim erisha olmagan mana shu yutuqqa shogird sifatida erishmoqchiman. Albatta. Juda ham she'rlar ham yozib turasizmi? Zomin seminari 2023-yil ishtirokchisiman. She'rlarim Sharq yulduzi, Yoshlik, Gulxan, G'uncha, Ma'rifat, viloyatimiz gazeta jurnallarida chop etib kelinmoqda. Shuningdek, birinchi kitobim loyihasida birinchi kitobimiz Qo'g'irchoq nomi ostida nashr etildi. Albatta, shu kitob chiqqanda biz juda ham xursand bo'ldik. Aynan shaxsan o'zim juda ham faxrlandim. Kursdoshimizni kitoblari chop etilganidan juda ham xursand bo'ldim. Tabriklayman. Yutuqlaringiz bundan ham ulug' bardavom bo'lishini tiladim har doim. Mana dugoningizni qo'llab-quvvatlayapsiz. Men ham bir havasman qarab turibman. Yoshlik baribir go'zalda. O'sha go'zallikni aks ettiruvchi, bugungi bahorni aks ettiruvchi bir ijod namunalaringizdan muxlislarimizga o'qib berasizmi? Biz bugungi amaliy mashg'ulotimizni butun O'zbekiston ko'radi. Aytish joiz bo'lsa, dunyoning turli burchaklaridan yoshlar ko'rishadi.
asosan bolalar adabiyoti ijod qilaman. Hozirgi kunda prezidentimiz ham bolalar adabiyotiga alohida e'tibor qaratish haqida gapirdilar. Shuning uchun yaqinda yozgan she'rimdan o'qib bermoqchiman. Internet sahifalarga joylagandim. Dori degan she'r. Oyijonim, siz menga tushuntiring borini, nega boshim og'risa ichish kerak dorini. Axir dori qoringa, oshqozonga boradi. Boshimdagi og'riqlar unda qanday qoladi? Qizalog'im, javobi bilsang juda ham oson. Dori ichganin boshga xabar berar oshqozon. Ikkisining orasi emasmi ancha yiroq? Qizcha o'ylar oshqozon qilarmikin qo'ng'iroq. Albatta Mavjudaxon dugonangiz bilan har qancha faxrlansangiz arziydi, lekin sizga ham savolim tug'ilib qoldi-da. Yaqinda biz darslar davomida shu Hajviy qaychi deb nomlangan Hajviy kino jurnal ochish haqida birinchi kurs talabalari maslahatlashgan edik. Shunga qanday tayyorgarlik ko'ryapsizlar hozir? Qaychi jurnali uchun siz bizga boshqa topshiriq bergandingiz. Menimcha o'shani ham qaychiga qo'yardik. O'zbekiston gazetasi, O'zbekiston ovozi gazetasidagi muharrir haqida. O'sha bilan hozircha mashg'ulman. Yaxshi. Demak, bir suhbatda davom etinglar. Domla shunaqa bo'ladi-da, amaliyot paytida xayoliga kelgan savolni beradi. Marhamat, yana qanday televizor ichida savollar turibdi? Mana qiziq suhbatdosh topib oldingiz. Endi shu suhbatdoshga munosib savollardan bering. Mana shu Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga keladigan bo'lsak, aynan hozirgi kunda shu mukofotni olish uchun qanaqa ishlar amalga oshirmoqdasiz? Nimalar qilmoqdasiz? Aynan Zulfiya mukofotini adabiyot yo'nalishida olmoqchiman. Shuningdek, rejalarimiz chet elda ko'proq she'rlarimizni chop etish, chet el tan oladigan, dunyo tan oladigan jurnallarda chop etishga harakat qilmoqdamiz. Chunki hozirgi kunda eng muhimi mana shu chet elda chiqqan ijodiy ishlar bo'lmoqda Zulfiya uchun. Shuningdek, bolalar adabiyoti yo'nalishida, aynan mana shu yo'nalishda ijod qilib, ushbu mukofotni bolalar adabiyoti yo'nalishida olmoqchiman. Bolalar she'riyatini tanitmoqchimiz. Omad tilaymiz. Albatta barcha o'ylagan niyatlaringizga, orzularingizga erishing. Barcha orzularingizga erishishingizda tilakdoshmiz. Bizlarning o'rgatgan paytimizda suhbat janrida ham o'ziga xos kompozitsiya bo'lishi kerak. Kompozitsiyada ziddiyat degan tushuncha bor o'rgatganman sizlarga. Shu ziddiyat nuqtai nazaridan bir savol berib ko'raylikchi. Buni qanday mas'uliyati bor? Zulfiya mukofoti olganlar haqida turli gaplar ba'zan ham eshitib qolamiz. Ba'zilar shunga munosib bo'lyaptimi, yo'qmi? Shu nuqtai nazardan ikkovlarini ham fikrlarini bilishni istardim. Men shu yerda Shohida Damanovani "Qayerdasiz Zulfiyachilar" degan maqolasini o'qigandim. Unda Zulfiya mukofotini olayotgan qizlar qishloqda pechni yonida sochini quritib o'tirgan qizlar olmayapti. Shahardagi mashhur qizlar olyapti degan gaplarga munosabat bildirgandilar. Shunda Charli Chaplinning qiziga bo'lgan suhbati xatini keltirib o'tgandilar. Charli Chaplin qiziga: "Qizim, sen mana shu sahnada turibsan, sen mashhursan. Lekin shunday joy bor, shunday chekka bir hududda muz ustida uchib yurgan qizlar bor. Ular sendan ham chiroyliroq uchadi, sendan ham zo'rroq harakat qiladi. Ammo sening omading mening qizim bo'lganligingda" degan ekan. Zulfiyachilar hozirgi kunda ham o'z tashabbusini qo'ldan bergani yo'q. Ba'zilari oila bilan mashg'ul bo'lsa, ba'zilari davlat ishlari bilan, shuningdek ko'plab chet el bilan aloqalar, juda ko'p yutuqlarga erishib kelishmoqda. Hozirgi kunga qadar ham ana shunday insonlarni bilamiz. Katta mansabdor shaxslar sifatida ish yuritishmoqda. To'ldiring. Mas'uliyati masalasi. Oldingiz ham deylik,
Masalan, erishdinglar shu mukofotga, unga munosib bo'la bilishni Albatta. qanday tushunasizlar? Albatta. Bu Zulfiya nomidagi mukofot oddiy mukofot emas. U mukofot olingandan keyin albatta o'sha mukofotga loyiq inson bo'la olish kerak. O'sha mukofotni olgandan keyin nima qilish kerak? Sizga ham Unda hammaning ko'zi sizda albatta bo'ladi. hamma nazarga tushadi, xullas shu. Zulfiyachi sifatida Zulfiyachi. qarashadi. O'rnak bo'la oladigan inson sifatida. Qaysi bir inson sohalarda kuzatadi. o'rnak bo'lish kerak? Har sohada sohada. Zulfiya mukofoti hamma sohada faol bo'lgan ijodkorlarga, sportchilarga, qizlarga beriladi. Tarjima yo'nalishi bo'lsin, xoh ilm, fan, madaniyat, sport, jamoatchilik yo'nalishlarida o'zini ko'rsata olgan, jahon tan oladigan, O'zbekistonni mashhur qilayotgan qizlarga berilmoqda. Biz ularga qarab, ular bizga o'rnak har tomonlama, ularga qarab biz o'zbekni ko'ramiz, o'zbek qizlarini ko'ramiz, ularni ko'rganimizda havas qilamiz, ularga o'xshashga harakat qilamiz. Biz ham sizlarni ko'rib havas qilamiz. Yoshlik baribir go'zal. Demak, bugungi reportajimizda ziddiyatlari bilan birga, yutuq va kamchiliklari bilan birga shu ham mavzuni yoritdik. Ham bugungi shu reportajimizni bir tarjima amaliyot qilib ko'rdik. Yakunlashingiz mumkin. Demak, kompozitsiyadan keyin yechim boshlanadi. Marhamat, bugungi suhbatimiz, uchinamizning suhbatimizni yechib tugallash Mojidaxon sizga. Xullas, bugungi suhbatimiz, reportajimiz o'z nihoyasiga yetdi, yakunlaymiz. Albatta bu suhbatimiz mazmunli bo'ldi degan umiddamiz. Zulfiya nomidagi mukofotni olmoqchi bo'lgan barcha xotin-qizlarimizga, albatta kursdoshimiz Muxlisaxonga omad tilagan holda bugungi reportajimizni o'z nihoyasiga yetkazib qo'yamiz.